Asilbek, eng yaxshi hamrohingiz, eng yaxshi do'stingiz kim yoki nima? Albatta kitob. Ajoyib javob. Xuddi shu javob aytmoqchi edim. Chindan bugun yoshlarning yurtdoshlarimizni kitobxonlikka bo'lgan mehrini, qiziqishini orttirish uchun turli xil tadbirlar yo'lga qo'yilgan. Bu kerak bo'lsa, senga qo'shimcha bir motivatsiyada kitob o'qi, avtomobil sohibi bo'l. Kitob o'qi, sovrin egasi bo'l. Jasurbek, qaniydi men ham hozir kitob o'qib, ya'ni o'qiyman, yanada ko'proq kitob o'qiganimda men ham mana shu tengdoshlarim qatori kitob o'qib avtomobil yutib olgan bo'larmidim. Lekin hali ham kech emas. Men kitobni hali ko'proq o'qishga harakat qilaman. Faqat mashina uchun emas, balki o'zimni ruhiyatimni, ma'naviyatimni yuksaltirish bo'yicha ham albatta kitob meni eng yaqin do'stim va hamrohim deb bemalol ayta olaman. Jasurbek, bu borada yurtimizda haqiqatan to'g'ri aytdingiz, ko'plab tadbirlar, ko'rik-tanlovlar o'tkazilmoqda. Xuddi shunday tadbirlardan biri, ya'ni O'zbekiston Milliy kutubxonasida bugun start oldi, ya'ni O'zbekiston kitobxon yurt shiori ostida. Demak, bizda maxsus lavha bor, keling tomosha qilsak. Yurtimiz bo'ylab O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida an'anaviy Respublika 5-kitobxonlik haftaligi bugundan boshlab start oldi. Ayni paytda biz Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasidamiz. Bugun bu yerda keng jamoatchilik vakillari, davlat va jamoat arboblari, shoir, yozuvchilar jam bo'lishgan. Kitobxonlik haftaligi nafaqat poytaxtimizdagi, balki Qoraqalpog'iston Respublikasi barcha viloyat va tumanlarning axborot kutubxona markazlarida bo'lib o'tadi. Bugun yurtimizda kitobxonlikka ko'rsatilayotgan e'tibor natijasida juda ham yaxshi an'anaga guvoh bo'lyapmiz. Mana kutubxonalar gavjum, yoshlar yig'iladigan kitob kafelarini ham ko'rsangiz, hamma joyda yoshlar ijod saroyida yoshlar dars qilayotganini ko'rasiz va so'nggi yillarda ota-onalar ham ongli ravishda bolalarini kitobxon qilishga bo'lgan ishtiyoqi, niyati, harakatlarini juda ham quvonib kuzatamiz. Shaxsan biz oilamizda ham shunaqa an'ana shakllangan. Doimiy ravishda qanday adabiyotlar chop etilsa, bolalar adabiyotiga oid hammasini xarid qilamiz va o'qishga harakat qilamiz. Audio kitoblarni qo'yib beraman. Juda ham foydali bu. Ma'lumot uchun ushbu kitobxonlik haftaligi doirasida adiblar bilan uchrashuvlar, eng yaxshi kitobxon tanlovi, kitob yarmarkalari va ko'rgazmalari, shuningdek ochiq kutubxonalar va ko'chma kutubxonalar aksiyalari tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Biz mana shu 2025-yildan boshlab milliy kitob tanlovi tashkil qilinadi. Ya'ni bu bo'yicha O'zbekistondagi barcha noshirlar va ijodkorlar o'zlarining ijod namunalari bilan qatnashish mumkin. Bu orqali biz sifatli kitoblarni nashr qilishga va mazmunli, sermazmun bo'lgan kitoblarni aholiga yetkazib berishga qaratilgan loyihalarni qo'llab-quvvatlaymiz. Shu bilan birga asosiy e'tiborimiz yangi yosh shoirlar ijodini qo'llab-quvvatlash va ularni xalqqa tanitishni maqsad qilganmiz. Mana hozir butun O'zbekistonimizda kitobxonlik haftaligi boshlandi. Men o'ylaymanki, haqiqiy millatni, haqiqiy bolalarni eng yaxshi ko'rgan bayrami bo'lishi kerak bu. Men o'zim yozuvchi sifatida bu yerga taklif qilishdi. Buyuk bobolarimizni bolaligini ta'riflaydigan kitoblar yozish bo'yicha ijtimoiy buyurtma berilgan davlatimiz tomonidan. 80 ta yozuvchi tanlab olib, ularga g'oyalar so'ralgan ulardan. Shukr deyman, shularning orasida men ham borman. Hozir bir 5 yo 6 nomdagi kitoblarning orasida mana shu Ulug'bek Po'korin sayyorasida degan kitobimiz nashrdan chiqyapti. Mana shu kitobxonlik haftaligini ikkinchisida, hozir 5-inchisi bo'lyapti. Buvamning oshqozonidagi mamlakat degan kitobim yil kitobi deb topilgan. Shu kitobxonlik yakuniga ko'ra Ushbu haftalikning asosiy maqsadi kitobning inson hayotidagi ahamiyatini yana bir bor yodga solish, o'quvchilar, talabalar hamda keng jamoatchilik orasida kitobxonlik madaniyatini targ'ib qilishdir. Shu bilan bir qatorda bu haftalik yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularning asarlarini keng ommaga tanitish uchun ham muhim imkoniyatdir. Respublika kitobxonlik haftaligi nafaqat kitoblar bayrami, balki bilim, tafakkur va ma'naviyat tantanasidir. Kitob har bir insonning hayotida muhim o'rin egallashi uchun bu kabi tadbirlar alohida ahamiyat kasb etadi.